Bugungi videoda O'zbekistonda hali hech kim chiqarmagan yangi modelda obzorini qilib beramiz. Tanishing, bizning yangi modelimiz Vella modelimiz. Eng oxirgi chiqargan gologimiz. Juda ham chiroyli, mexanizmli suriladigan formatda ishlaganmiz gologimizni. Ushbu videoda ikki xil rangini ko'rsatib o'tamiz. Narxlari bilan batafsil rasmiy tarzda ushbu videoda sotuvni ochamiz. Bizni kuzatib boradigan eski obunachilarimiz bilishadi. Yangi model chiqarganimizda albatta boshida chegirmalar bilan ochamiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. Videoni ko'rib, birinchilardan bo'lib sotib olgan 3 ta insonga $50 maxsus chegirmalarni qilib beramiz, xudo xolasa albatta. Atigi 3 ta insonga eslatib o'taman. Rasmiy tarzda ushbu videoda sotuvni ochamiz. Gologimizni unda tanishtirib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli, zamonaviy modelda ishlangan. Razmerlari 355 ga 255 standart. Uyda xohlagan tarafiga tushib ketaveradi gologimiz. Burchakda o'zgartirsalaring bo'ldi. Materiallarga e'tibor berasizlar. Materiallari juda ham chiroyli. Pulmoyshi mягкий matolardan tayyorlaganmiz. Inson tanasiga juda ham yoqadi o'tirganda. Ranglari ham maloshniy oq rangda qilingan gologimiz. Qo'llariga e'tibor berasizlar, yaqindan ko'rsatsangiz, qo'llarini ancha yumshoq holatda rossiyskiy porolonlarda ishlaganmiz. Qo'llarni yog'ochda juda ham boshqacha vidda ishlab qo'yganmiz, ko'rishingiz mumkin. Boshqacha dizaynda beradi. Xo'p, gologimizni sidiniya qismlari 90 surilganda 90 sm, o'tirganda 70 sm tashkil qiladi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir surib ko'rsataman. Undan avval eng afzallik tarafini ko'rsatmoqchiman ushbu gologimizni. Oyoqlariga e'tibor beringlar. Juda ham bir boshqacha baquvvat qilib chiqarganmiz. Aylanasiga sasna yog'ochidan va oyoqni o'zi yong'oq daraxtidan qilingan, juda ham baquvvat bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Yog'ochlari stollar bilan ham patsvet holatda ishlaganmiz. Ko'rsangiz juda ham chiroyli chiqqan. Qo'ldagi yog'ochlar bilan ham juda ham chiroyli uyg'unlashgan gologimiz. Xo'p, gologimizni o'tirganda qanchalik qulayligini ham bitta ko'rsatib beraman. O'tirganda ham ancha qulay holatda bo'ladi. Yosh katta insonlar uchun ham juda ham zo'r variant. Nimaga? Chunki gologimizni pastroq qilib ishlaganmiz. O'tirib turishga qulay bo'ladi. Stollarni ham shunga moslaganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Gologimizni bitta surib, kengligini ko'rsatib bermoqchiman sizlarga. Xo'p. Mexanizmlarni ham yaxshisidan qo'yganmiz, xudo xolasa. Baquvvatligi ancha baquvvatidan foydalanganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Osilganimda ham hech qanaqa sinib ketish holati bo'lmaydi. Bu tarafdan ko'rsatasiz. Gologimizni surilgan holati 90 sm tashkil qiladi. Spalniy holatda foydalansalaring ham bo'ladi bemalol. Yoshlar uchun ham, yosh bolalar bor oilalar uchun ham zo'r holat. Ko'rishingiz mumkin. Bu tarafdan ham televizor ko'rib dam olishga ham zo'r variant gologimiz. Hop. Gologimizni komplekt ichiga ikkita pufiga 6 ta yoqchasini bonus tariqasida qo'shib beramiz. Ikkita pufiga bo'ladi. Hozir sizlarga endi ikkinchi rangini ko'rsatib o'taman. Och seri rangda gologimiz, juda ham chiroyli rangda ishlaganmiz. Vella modelimizni ikkinchi rangi, materiallari pulmoyshi matolardan tayyorlangan, juda ham mягкий. O'tirganda ham tanaga yoqiydigan formatda. Sidiniya qismlariga e'tibor berasizlar. Sidiniya qismlari yumshoq, pampers prijina 25 porolondan foydalanganmiz. O'tirganda ham insonga haqiqiy komfort beradigan darajada ancha yumshoq holatda ishlaganmiz. Poroloni ham uncha-muncha cho'kib qolmaydigan yaxshisidan qo'yganmiz, xudo xolasa. Ichki qismlari, karkazlari 100% sasna dispidan foydalanganmiz. Ustiga div qo'yib o'rganmiz. Ancha baquvvat holatda ishlangan. Sasnani ham oddiysidan emas, 4 ga 3,5 razmerli qalinidan foydalanganmiz. Mebelchilar bo'lsa, oramizda tushunadi qanaqa
yog'ochlardan foydalanib turganimizni, xudo xolasa ichki mustahkamligidan bexijolat xavotir olmasalaring bo'ladi. Baquvvatligiga kafolat beramiz. Glogimizga maksimal sifatli mahsulot ishlashga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa bexijolat oyoqlarni ko'rishingiz mumkin. Stol bilan juda ham uyg'unlashgan holatda turibdi. Stollarni razmerlari 1.80 ga 85 razmerda kalyonli setgacha formatda ishlangan stoli boshqacha vid berib turibdi glogimizga. Bu stolni xudo xolasa yangilik qilib chiqardik. MDF stol formati ham bor, bilasizlar. Stolni usti kalyonli holatda oynayli, uncha sinmaydigan, juda ham bir baquvvatidan pastki qismlariga e'tibor berasizlar, juda ham qulay narsalar qo'yib qo'ygani. Setgacha formatda ishlaganmiz. MDF dan yog'ochlari 100%. Xudo xolasa stolni boshqacha ko'rinishda turadi komplektda. Stolni endi alohida to'lov qilib olsalaring bo'ladi stolni. Chunki ushbu komplektimizga ikkita variant beraman. MDF stol bor. Xohlasalaring MDF stol qo'yib foydalansalaring bo'ladi. Xohlasalaring kalyonli stoldan qo'yib foydalansalaring bo'ladi. Narxlari haqida batafsil ma'lumot berib o'tsam, 355 ga 255 ikkita pufik stolsiz holati $8 ga chiqadi. Ikki xil variant bo'lgani uchun stolda alohida sotib olasizlar. Bu MDF stol $50 ga chiqadi. Kalyonli setkachali formatdagisi ushbu stol $100 ga chiqadi. Razницasi $50 bo'ladi. Ko'proq o'zimga to'g'risi ushbu variant yoqdi o'zimga, chunki Glog zamonaviy model bo'lgani uchun ushbu stol boshqacha turibdi. Yog'ochlari ham, xudo xolasa, ranglari ham Glogni yog'ochlariga uyg'unlashgan holatda turibdi. Setkachalik holati ham ancha qulay bo'ladi, narsalar qo'yib qo'yishga. Oilabop, zo'r format. Glogimizni dastavkalari shu narxda ichida bo'ladi, ya'ni $8 ichida bo'ladi. Stolni alohida xohlagan tanlaganlaringdan qilib beramiz. Aytganimdek, $50 3 kishiga chegirma qilib beramiz. Faqat birinchi sotib olgan 3 ta inson uchun $50 chegirmada $750 ga olishingiz mumkin. Stolsiz holatini, ikkita pufik, yana qo'shimchasiga 6 ta yostiqchasini bonus tariqasida qo'shib beramiz. Yostiqlarni ham yumshoq, juda ham chiroyli materiallarda ishlaganmiz. Bonusiga 6 ta yostiq bo'ladi обязательный, xudo xolasa. Dastavkalari ham shu narxda ichiga bo'ladi. Lekin asl narxi $8. Xohlagan stolingizdan qilib beramiz. Xohlasangiz $50lik, xohlasangiz $100lik. Dastavkasi ichida bo'ladi. Ikkita pufik bo'ladi. Glogimizni uyingizga mos razmerda, uyingizga mos xohlagan rangingizda tayyorlab beramiz. Ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol ekranda turgan raqamlarga bog'lansalaring bo'ladi. Eslatib o'taman, glogimizni sifatini tushirmagan holatda ko'proq chiqarish imkoni bo'lsa, ko'proq chiqaramiz. Lekin hozirgi holatda bir oyda bor yo'g'i 10 dona chiqarishga qaror qildik, chunki bizni hozirgi holatimizda ishchi kuchi cheklangan. Sifati tushirmagan holatda 10 dona chiqara olamiz hozirgi bu oyda. Aprel oyiga, xudo xolasa keyingi oylarga ko'tarishga harakat qilamiz. Imkoniyatdan foydalanib qoling. Chiroyli narsa qilib, xudo xolasa uyingizga olib borib beramiz. Yetkazib berish bizning bo'ynimizda. Yaxshi holatda borishiga biz javob beramiz, xudo xolasa. Dastavkalari ichida bo'ladi. Narxlari bilan tanishtirib chiqdim. Ma'qul kelgan bo'lsa, ekranda turgan raqamlarga aloqaga chiqasizlar yoki opisaniyada yoki kommentariyada adminni linkini yuborib qo'yaman. Adminga yozsalaring yanada batafsil ma'lumot berishadi. Boshqa ranglardan ham katalog tashlab berishadi. Tanlab bemalol buyurtma qilsalaring bo'ladi. Xudo xolasa qilib beramiz chiroyli holatda. YouTube kanalimizga kuzatib boringlar. Yangi modellarimizni chiqarib boramiz. Barchasi YouTube kanalda birinchi bo'lib chiqadi. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Barchaga omad.